do'stim. Tinchligimi? Nima o'tiribsan? Ke do'stim. Yaxshimisan? Ha, yaxshi rahmat. Muammolaring ko'p deb o'ylanib o'tiribsan, siqilib. So'rama do'stim. Hayot qiyin bo'lib ketdi. Ro'zg'or haqiqatda g'or bo'lar ekan. Oylikdan oylikka zo'rg'a yetkazyapman. Narx-navolarni ham ko'ryapsan, baland. Nima qilishimga ham bosh qatdi. Nima qilsam, uni qilsam bo'lmayapti, buni qilsam bo'lmayapti. Do'stim, siqilib nima qilasan? O'ylanadigan narsa emas. Alloh taqdiringga nimani yozgan bo'lsa, shuni ko'rasan. Bundan ko'ra niyat qil. Niyatlar albatta ijobat bo'ladi do'stim. Hamma yo'g'imiz taqdirimizga yozilgan bo'lsa, niyat qilishimizga nima keragi bor? Tushunmadim. Alloh balkim taqdiringni ba'zi sahifalariga niyat qilganidek bo'ladi deb yozgan bo'lsa-chi? Do'stim, yaxshi niyat qil. Niyatda gap ko'p. Niyatda baraka bor.